Hozir tilla sotib olish juda ham xavfli. Oltinga ishonib pul tiksangiz, kelajakda zarariga sotishingiz mumkin. Sababi so'nggi 1 yilda oltin narxi salkam 2 barobarga ko'tarildi. Narx o'sayotganini ko'rgan ko'pchilik tushungan va tushunmagan odamlar ortiqcha puliga tilla sotib olishyapti. Bu haqiqiy oltin vasvasasi deyiladi. So'nggi marta bunday holat 79-yilda kuzatilgan. O'shanda oltin narxi tarixda birinchi marta $870 gacha ko'tarilgan. Ammo odamlarning ortiqcha puli kam qolgach, ko'pchilik yoppasiga sota boshlagan va narx $250 gacha tushgan va 30 yil davomida o'zini tikla olmagan. Hozir ham biz xuddi shunga o'xshash holat oldida turibmiz. Go'yoki hamma odamlar yangi o'sayotgan shoxga osilayotganga o'xshaydi. Ertami, kechmi u baribir sinib ketadi. Shunday holatga tushmaslik uchun narxi allaqachon ko'tarilgan mulkka emas, aksincha, narxi tushgan aktivga sarmoya qilgan xavfsizroq. Misol uchun, Bitcoin kriptovalyutasi narxi so'nggi bir necha oy ichida $125,000 dan $80,000 gacha tushdi. Ba'zilar kriptovalyuta sindi deyishmoqda. Aslida esa aqlli investorlar uchun bu haqiqiy chegirmadir. Chunki yaqin kelajakda Bitcoin narxi $200,000 dan ham oshib ketishi mumkin. Ammo kriptovalyutaga investitsiya qilish oltin sotib olish kabi oddiy emas. Avval uni o'rganishingiz, texnik va fundamental analiz haqida ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi. Men siz uchun bepul video darsliklar tayyorladim. Kanalga qo'shilish uchun profilimga o'ting va adminga murojaat qiling.